Ketdik. Endi ham boshladik akalar. Hava assalomu alaykum. Sanjarbek Uskonov hurmatli obunachilar. Mana bugun haftaning shanba kuni, hurmatli akalar. Shanba kuni 5-aprel 2025-yil biz Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Xudo xolasa Pashti Rishton sentrida desak ham bo'ladi. Limuzin buqalarga yetib keldi. 38 bosh hoji aka? 38 bosh a? 38 bosh faqat bular. Ertaga 6, 7. 7-8-kundan sotuv boshlanadi. Hozircha nomerlarni qo'ysak qo'yamiz yoki aloqa chiqadi. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Faqat 2 kun karantinda turadi. Nima deysiz? 2 kun karantinda turadi, keyin sotuvga chiqadi. Ungacha ham damini beriladi, suv oshini beriladi, keyin sotuvga chiqadi. Mana shu buqalar, mana ko'ryapsizlar, haqiqiy Polsha davlatidan kelgan buqalar. Limuzin buqalar. Hoy. Qo'rqyapti bular. 7000-8000 ta molni ichidan tanlanib kelgan buqalarimiz. Bularda hali yana davomi bor. Xudo xolasa kelib qolsa yana chiqaramiz. Nomerlar ekranga yozib qo'yamiz, aloqa chiqaverasizlar. Va nihoyat biz kutgan kunlar keldi deyman, bu qanaqa qarang. Mashallah. Va jonina. Hey! Uni qo'rqityapti bular to'g'risi. Odam ko'rmaganman, bular hayronman. Mana buqalar qarang. Jonivorlar o'ta dahshati. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Nomerlarni ekranga qo'yib qo'yamiz. Narx-navozi hali o'sha kundan chiqadi deyapti. Hozircha narx-navozi chiqqan yo'q. Chunki endi hisob-kitobni qilamiz deyapti. Xudo xolasa mana bu qolar. Dushanba, seshanba kundan kelishni boshlaydi. Unga do'z sotilmaydi. Xudo xolasa va'da berishyapti, sotmay turamiz deyapti. Dushanba, seshanba kundan narxi hamma yo'q chiqadi. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Bu yog'iga qani ketdik. Kim oldi, kim yo'q bu yog'iga boshlarga. Lekin katta buqalar oldi 800 kilogacha bo'lgan buqalarimiz. Oldi 800 kilogacha bo'lgan vazndagi buqalar. Haqiqiy Polsha davlatidan kelayotgan limuzin buqalar. Mashallah. Aka hayda oling bitta. Bitta yaxshilik qilib oling. Achon. Bunaqalar bo'lmagan bo'lsa kerak hali. Bunaqalar kelmagan bo'lsa kerak aka. Mashallah. Nomerlar abzatni ekranda. Sirasi telefon qilinglar. Va xolasa kelib, mana shu yerda damni olib, 2 kun bo'lsa 2 kun, 3 kun bo'lsa 3 kun kutadigan buqalar ekan. Inshaalloh. Vaqtingizga achinmaysiz. Xudo xolasa qani ko'ramiz kimga nechta kerak bo'lsa. Endi soni kam lekin. Xudo xolasa bittadan olsa ham har bitta insonga bitta yetadi. Mana turishni qarang. Mana jonivorni dahshati. Mana kichiklar mana shular. Eng kichkintoylar mana shular. O'tishi. Eng qizig'i hali birontasini kura yormagan ekan. Hammasi biz o'lja hali. Kura yormagan. Oldi уже 800 kilo bo'lib ketgan qolar. Ular yomon qo'rqityapti. Tutishni qarang. Jonivorlar. Turishni qarang. Chimyonus kelibdi, chimyon. Ey hoji aka. Ha? Mashallah.